Hammaga salom do'stlar, mening ismim Manbat va yangi videoga xush kelibsizlar. Do'stlar, biz bugun qishloqqa qaytish vaqtimiz keldi. Shuning uchun ham bugun do'stlar, video boshida sizlardan kanalga obuna bo'lishni so'rab qolaman. Bu juda ham muhim. Shundagina qiziqarli videolar chiqishda davom etadi. Qishloqqa qaytamiz. Ungacha esa sizlarga room tour o'tkazaman. Mana bu yerda narsalarim, bu yerda ovqatlanish zonasi va endi men sizlarga ish joyimni ko'rsatay. Men do'stlar, o'rmonchiman. Mana bu yerda daraxtlar turibdi. Bu yerda ham mana shularni men olib boraman. Undan tashqari krutoy mashinam. Ha do'stlar, dunyodagi eng krutoy bu. Tak. Allo. Assalomu alaykum o'rmonchilarmi? Meni uyim yonib ketganda yordam kerak. Yong'in. Xo'p, men boraman keyinroq, xo'pmi? Qishloqqa. 13-uyga. Bo'ldi do'stlar, menga zakaz tushdi. Ungacha esa sizlarga mashinamni ko'rsatib o'tay. Sizlarga esa bu juda ham zo'r krutoy mashina. Rul ham boshqa tarafda. Mana bu yerdan o'tirganlar juda ham qattiq hayron qolishadi. Lekin rul faqatgina bu yerda chap tarafdan, chunki Allo. 13-uyga keling, brat, tezroq iltimos. Bo'ldi do'stlar, yoniga bormasak bo'lmaydi shekilli. Nahotki shunchalik jiddiy bo'lsa. Mayli, qanchalik yomon bo'lmasin, agarda u yonib ketgan bo'lsa, biz ko'proq pul ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Hozir borib hammasini aniqlashtirib olamiz. Qani nima bo'ldi ekan uyiga? Mayli do'stlar, ko'ramiz. Salom qo'shni. Salom. Xo'sh, nima bo'ldi? Meni o'rnimda yashayotgan jitel qachon ketar ekan? Ketmaydi shekilli, kechalari ham musiqalar qo'yadi, qanaqadir reperlarni. O'z rapnimi? O'z rapni. Omading kelmabdi. Undan ko'ra bilmadim. Estrada qo'ysin, estrada. Men umuman musiqa eshitmayman, ayniqsa o'zbekcha, shuning uchun bilmadim. Omading kelibdi. Seni esa yo'q. Meni uyimga, yonimga ko'chib bo'ldi. Yo'q, men bu yerda axir savdo sotiq qilaman, to'g'ri aytasan. Mayli, undan men ketdim. Bu yerda zakazim bor edi. Yo'q, qayoqqa? U yonib ketibdi. O'shanga chaqirishyapti, srochniy ekan. Bilmasam, hozir borib o'zim ham ko'raman. Zo'r do'stlar, zo'r. Afsus, bu qishloqdan uzoqqa ketdim. Tak, yana xabar yuboribdi. Jenursin, mana do'stlar 13-uy, mana bu ko'zinsa. Salom jitel. Salom, yaxshimisan? Yaxshi. Uying yomon yonib ketibdi. Yaxshiyamki, butunlay emas. Mayli, bularni hammasini almashtiramiz, remont qilish kerak bo'ladi. Instrumentlaringni olib keldingmi? Olib keldim. Nima bo'lyapti? Bilmasam, ertalabdan beri Minecraft bug bo'lib yotibdi. Yaxshilikka emas, lekin yaxshilikka emas. Mayli, hozir bularni hammasini olib tashlaylik, remontini tez tugatib beraman. Mana uyni ichi yonib ketmabdi-ku. Shunisiga ham rahmat. Mayli, hozir bularni hammasini hozir olamiz, lekin yomon bo'libdi. Nimadan olov chiqdi? Shunchaki sigaret chekib uxlab qolibman. Yo'q emasmiding? Shunday. Yomon. Mayli, hech qiziqishli. Havodir olma, burningni tushirma. Burnim uzun. Mayli, hozir mana bularni hammasini tashlab kelaman va yana yog'ochlarni olib kelaman, ta'mirlaymiz, xo'pmi? Xo'p, o'sha yerda kutaman, davay. Do'stlar, mana bu albatta jitilning omadi kelmabdi. Sigaret chekib uxlab qolish yomon taqqani. Bu yerdan o'tish qiyin bo'ldi shekilli. Tak, sig'mayapman, bo'ldi. Qornim chiqib qolgan shekilli. Nima bo'ldi? 13-uy yonib ketibdi. Yomon. Men ham shunday dedim. Mayli, balki mana bu qo'shningni yo'qotarmiz, nima deysan? O'ldiramizmi? Yo'q. Mayli do'stlar, o'ylab ko'rish kerak. Qanday qilib uni yo'qotish kerak? Albatta o'rmonchida hayot yaxshi, ammo baribir men qishloqning yonida, qo'shnimning yonida, hamma yaqin do'stim bo'lsa, birga yashamoqchi edim. Yonma-yon bir uyda bo'lmasa ham to'g'rimizda, bir-birimizning qarshimizda yaxshi bo'lardi, lekin mayli, nima qilardik? Davay, hozir kelinglar, mana bu yog'ochlarni olamizda, remont qilish uchun uyni olib boramiz. Bularni hammasini mana shunday qotirishga to'g'ri keladi, aks holda dumalab ketib qolishi mumkin. Kulgili eshitilishi mumkin, axir to'g'ri-burchak bu Minecraft deb, lekin yo'q do'stlar, bizda ham ba'zida fizika ishlab turadi. Shunga ehtiyot bo'lish kerak. Bularni hammasini asramasak bo'lmaydi. Mayli, kelinglar, qani hammasini terib olaylik. Birin-ketin hozir olib borib remontini qilib beramiz va hammasi chotki bo'ladi. Men sizlarga do'stlar aytayapman, hammasi yaxshi bo'ladi. Bularni hozir yopib qo'yamiz, mana bunday va qiyshiq ketib qoldi. Tak, buni to'g'irlash kerak. Qo'lda sindirish unchalik ham oson emas. Mayli, kelinglar, hozir kirka bilan buzaman va bo'ldi. Yana qaytib qodirsak bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Endi hech qayerga ketib qolmaydi, hech kim tegina olmaydi. Bularni esa olib borib remont uchun ishlatamiz, lekin ishonchim komil emas. Yetarmikda, narxini ham bekor aniqlashtirmadik-da. Xo'sh, nima qilamiz qo'shnini? Kechroq kelaman. Tak, do'stlar, rostdan bu qo'shnidan yo'q qilmasak bo'lmaydi. Kim eslasa, avvalgi videolarni ko'rgan bo'lsa, u bizni afsoski uyimizni tortib olgandi. Jitel, men keldim. Hozir remontni boshlaymiz. Qoyil, olib keldingmi yog'ochlarni? Olib keldim. Yaxshi, tak, tepadan yog'och bo'lgan ekan, mayli, uni keyin almashtiramiz. Tak, buni olib tashlash kerak va bo'ldi. Ajoyib. Endi esa devorlarni yetarmikin hammasiga yetib qolsa kerak. Yaxshi. Uyimni kechgacha tuzatib olsak bo'ldi. Sovuqda uxlashni istamayman. Mayli, jitel, xavotir olma. Hozir hammasi 5 daqiqada chotki bo'ladi. O'zi qanday bo'yni sotib olgan bo'lsang, o'shanday bo'ladi. Unday bo'lmagani ma'qul. Bo'yni eski sotib olgandim, o'zim remont qilgandim qo'lda. Tushunarli. Unda mayli, yangiday qilib beraman. Davay. Bu yerga ham hozir yog'och kerak bo'ladi. Yo'q, mendagilari hozir yetmas ekan.
Tak, mana bunday qilsak bo'ldi. 1 2 3 4 5 ta. Ha, tak, bo'ldi jitel, hammasi tuzatildi. Ha, qoyil tepaga bitta tosh qo'ysang bo'lgan. Ha, uni o'zim eplayman. Narx qancha bo'ladi? 350 ming so'm. 350 ming. Aqling joyidami? Yaxshi narx bu. Men senga bu qishloqda yashaganim uchun chegirma bilan beryapman. 500 ming bo'lardi. 500 ming toming ketganmi? Bermayman, men uncha pulim yo'q. Qancha bermoqchisan? 50 ming. 50 ming jitel, men hozir kelib uyingni remont qilib berib ketdim. Instrument ishlatdim. Sen menga 50 ming beraman deyapsanmi? Даже ofitsiant bundan ko'p oladi-ku. Men senga o'rmondan yaxshi daraxt qo'yib berdim bu yoqqa. Bilyapsanmi shuni? Ha, lekin uncha qimmat bo'lishi mumkin emas-da. Ha, mayli, o'zing bilasan. Men politsiya chaqiraman. Istaganingni qil. Aha, chin ursin, jitellar umuman mashinik bo'lib ketishyapti hammalari. Yo-mayo. Hoy, qo'shni, nima? Pulimni bermadi. Bermadi, yo'g'e. Ha, ziqna, meni ham 1-2 marta qarzga narsa olib berib ketmagan. Yo'g'e, ha, chegirma qilib ber deb. Men 350 ming bo'ladi desam, yaxshi narx-ku. Ha-da, yana uyini bir burchagini ta'mirlab, yaxshi daraxtlar qo'yib berdim. Yomon, nima qilmoqchisan? Nima ham qilardim? Politsiya chaqiraman. Ha, shunday qilib, bunaqalar bilan faqatgina shunday gaplashsa bo'ladi. Mayli, men unda ketdim. Aha. Ha, do'stlar, qishloqda yashagulik qolmadi. Daraxtlar. Daraxtlar. Ularni hali o'rnini to'ldirishim kerak. Jin ursin. Ha, mayli. Politsiyaga telefon qilamiz-da, aytamiz. Nimalar bo'lganini o'zlari kelsin. Tak, bo'ldi. Xo'sh. Bularni olib qo'yishimiz kerak. Yaxshi. Bular bizga kerak emas. Hozir qo'ng'iroq qilamiz-da, politsiyani chaqiramiz. Qani bu jitelni o'zlari bir narsa qilsin. Tak. Xo'sh. Allo, politsiya. Men 13-qishloqdaman. Hozir men remontini qilib berdim. Bir jitelni uy yonib ketgan ekan, 350 ming so'm bo'ladi desam, 50 ming beraman deb turib oldi. Men yo'q desam, bo'ldi, bermayman deyapti. Shuni kelib iltimos hal qilib beringlar. Aha, bo'pti, kutaman. Bo'ldi do'stlar, ishimiz hal desak ham bo'ladi. Hozir politsiya keladi-da, bu jitelni nima desam ekan, yumshoq qilib aytganda, orqasini yirtib ketishadi. Men ishonaman politsiyaga, qonunlarimizga. Tak. Bu vaqt politsiya yetib kelganidan so'ng hozir chiqyapman. Davay, keling. Tak, salom. O, politsiya, siz chaqirgandingizmi? Ha, men chaqirgandim. Xo'sh, qayoqda ekan? Ketdik, ko'rsataman, o'zingiz ko'rasiz. Men uyni yangi qilib berdim lekin ko'rmadi. Hattoki pulimni ham bermadi. Istasangiz videosini ham ko'rsatishim mumkin. Davay, hozir boraylik joyiga. Aha. Xo'sh, mana shu yerda hozir sizga ko'rsataman. Qishloqning o'rtasidagi katta uyni ta'mirlab berdim, bir burchagini. Yonib ketgan ekan, sizga aytsam. Yomon. Ha, men ham xuddi shunday dedim. Mashinam kirdi. Mana bu yerda qo'ymabsiz-da mashinangizni ko'rib qo'yish uchun. Ha, endi tak. Mana shu jitel edi. Nima? Sen terping, hali politsiya chaqirdingmi? Hoy, og'zingizga qarab gapiring. Nima bo'ldi, fuqaro? Xullas, mana pulimni oldida anaroq men unga remont qilib berdim, pulimni bermayapti. Bu menga eng boshdan narxini aytmasdan o'zicha ta'mirlab tashladi. Nima? Men arzonga ta'mirlatmoqchi edim. Arzonga? Oy, jitel, menda o'rmonchiman. Men faqatgina zo'r ta'mirlayman, qimmatga. Ha, fuqaro, siz bekor qilibsiz. Aytishingiz kerak edi boshdan. Nimani? Sifatli qilaman deb. Nima? Tak, pulimni undirib bermaysizmi? Yo'q, afsuski yo'q. Chin ursin, men hozir hech narsasiz qolamanmi shunda? Afsuski ha, chunki boshdan aytish kerak edi narxini. Tushundim. Mayli, jitellar, bir-biringizga yordam beraveringlar. Hoy, men sizni hozir tuhmatdan ayblab qamab qo'yishim mumkin, bilasiz-a? Bilaman, hammangiz jitellar tanish-bilishisizlar. Men oddiy o'yinchi bo'lsam, meni qo'limdan nima ham kelardi? Oddiy o'rmonchiman, qishloq aholisiman. Ha, mayli. Do'stlar, mana hali ko'radi kechasi. Mana bu musiqachi jitellar, unisi ham hammasiga ko'rsatib qo'yaman. Tak. Qo'shni. Nima bo'ldi? Xullas, pulimni qaytarib bermadi politsiya. Yo'q, ha, o'sha jitelning tarafiga o'tib oldi. Yomon bo'libdi. Ha, nima qilamiz endi? Bilmasam, yomon ishlar bo'lyapti. Shuda, balki menga yordam berarsan-a? Sen qo'shningni ham musiqachini yo'q qilamiz, buni ham. Nima deysan? Ha? Bunisi ham yo'q bo'ladi, menga pul bermaganam. Ha, yaxshi g'oya. Bo'pti, unda kechqurun kelaman. Davay. Ha, do'stlar, mana bu zo'r bo'lishi aniq. Hozir kech tushishi bilan biz birdaniga yo'lga chiqamiz va mana bu ikkita jitelni ham uydan quvib chiqaramiz. Bilmadim qayoqqa, lekin hayron qolishlari aniq va shunday qilamizki, politsiya ularga yordam bera olmaydi. Niqoblar taqib chiqamiz. Ungacha esa tak, do'stlar, men hozir endi yo'qolgan daraxtlarning o'rnini bo'shatib qo'yganlarimni tushunarsiz, bekorga ketdi-ya, shuncha pul ishlab olishim mumkin edi va men do'stlar mashinniklik qilganim yo'q, haqiqatan ham zo'r ishlab bermoqchi edim. Bular nima qildi? Yo'q, menga arzon remont kerak edi deb turib oldi. Mana bu yerdagi g'orda ham uy qura olmadim, chunki mana bunaqangi jitellarni deb men ko'p pul yig'a olmayapman. Mayli, tak, bu yerda daraxt, bu yerda esa daraxtlar hozimizga o'jinursa mana bundaqangi jigar rangidan kerak. Bularni hammasini hozir ozgina bo'lsa ham chopib olamizda, keyinchalik o'rnini to'ldirib qo'yamiz. Yaxshi, mana bunday va mo'l tepasi bo'shadi. Tak, endi esa mana buni bo'shatishimiz kerak. Okey, mana shuni ham hozir chopib olamizda. Yana tushib qolgan daraxtlarni
ko'chatlarni ekib chiqamiz. Chunki bitta chopilgan daraxtning o'rniga ikkita ekish kerak. Shundagina muvozanat saqlanadi. Minusga kirib ketmaymiz daraxtlar bo'yicha. Xo'sh, yaxshi. Buni ham hozir olishimiz kerak va mana bo'ldi. Deyarli hammasini olib bordik. O'rniga to'ldirib qo'ysak, ortiqchasi bilan bo'ladi. Yaxshi, tak niholar qayerda ekan? Yana chopsammikan? Yo'q, yana chopmaganim ma'qul. Shunchasi yetdi. Taqqan niholar tushmayapti. Nihollari ko'proq kerak bo'ladi bizga. Mana yaxshi. Va bularni ham olamiz. Mana bu yoqqa ekdik. Ajoyib. Endi esa bu yerdan va bo'ldi. Yaxshi.